Assalomu alaykum va rahmatulloh. Kanalimizga boruvchilari, olti aradan kelgan akamiz ishlar tayyor bo'ldi. Bu akamizga polni seriya salon qilib berganmiz. Orqasida oynaga yo'lamiz ekan. Poliklarga, o'rtalariga, orqasiga, oldilarigacha taxta panel qo'yib berganmiz. Qo'lib ko'rishlar mumkin. O'ta tiniq chiqdi inshaalloh. Oyoq taglari umuman tekis chiqdi. Bu tomonlari, arqa tomoni ko'rinishi o'ta darajada tekis chiqqan. Oynalari yo'q ekan, qoplab olganmiz. Old tomonlari. Akamiz rullarni tikib berdik. O'sha yaxshi barimizdan qo'yib berganmiz. Orqasiga musor to'saydiganlarni qo'yib, yo'llarigacha qaytarib berganmiz. Polni seriya bo'ldi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, murojaat qilaveradi. Xudo xohlasa chiroyli ishlarni qilib beramiz. Bizni kuzatib boringlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.